Mehrdan bola erkatoy bo'lib qolmaydi. Har doim aytganini qildirishdan erkalanib ketishi mumkin. Aytganini muhayyo qilaversa, balkim u kerak emas bo'lgan salbiy narsalarni ham so'rashi mumkin ota-onasidan. Bu narsani ham tushuntirgan holatda ota-ona bolasiga aytsa bo'ladi, bu narsa senga hozir kerak emas yoki bo'lmasa bu narsani olib bera olmaymiz deb turib, o'sha nima so'rayotganiga qarab turib, chiroyli yo'q desa bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar o'ylash mumkin, xohlagan narsasini olib beryapmiz, hamma narsasi muhayyo deydi. Lekin u erkatoy bo'lib ketgan. Balkim u bolaga narsa emas, mehr kerakdir. Mehr boshqacha tushuncha. Afsuski, ba'zi ota-onalar mehrni bera olmaydi. Buni sababini ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zida yo'q bo'ladi. Ya'ni o'zida yo'q narsani bera olmaydi, vaqt ajratib suhbatlasha olmaydi, faqatgina sovg'a salom yoki u aytgan narsalar bilan unga e'tibor qaratyapman deb o'ylaydi. Yechimi shu, agar arazlayotgan bo'lsa, bola bilan til topishamayotgan bo'lsa, eng yaxshisi o'tirib suhbatlashish, muloqot qilish, yechim topish bo'ladi.